tashqariga qaysi kiyimni kiysam ekan? Mana bunimi yo mana bunimi? Bilmadim. Hali kiyib ko'rilishi ikkalasi ham tak mana buni harakat, tak mana buni kiyamiz. Endi normal ko'zdan yasalgan juda ham issiq ichkarisi va mana bu ham bu esa kostyum. Mana shuni kiya qolish sababi juda ham cho'tki bitta boydomlarnikidek ko'rib turibdi. Aytgancha, barchaga assalomu alaykum. Do'stlar, sizlar bilan yana men Sharif va meni yangi video roligimga xush kelibsizlar bo'la. Xullas kalom jigarlar, hozir men tashqariga ishga chiqmoqchiman va to'rtaysan bugun kun ozgina buzilgan, yana sovuqroq, shuning uchun men qaysi kiyimni kiyishni bilmayapman va mana bu kiyimni kiymoqchiman. Tak endi esa bo'la har doimgidek bilasizlar, poz ishimga chiqishim kerak. Kim bor qilyapti yana? Mer ekan. Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom. Sen ishga chiqasanmi yo'qmi? Mana chiqyapman. Bu tezroq. Xo'p, harakat. O'zlariga baqiradi. Shu ertaroq chiqsam bo'lardi, lekin shu so'radi, nimasi bo'ladi? O'zini erindim desam bo'lardi. Sababi shu sovuqdan hech kimdan ish qilgisi kelmaydi. Endi sahardan beri qolishimni tezroq, ya'ni qip tashlashim kerak. Ko'rdilar bo'la speedrunga o'xshab, sekin va hammasini yaxshilab tozalab olamiz. Hammasi har tarafga cho'shilib yoyilib ketdi-yu, hamma endi esa majburmiz o'sha nimaga tushib, hammasini olib chiqishim kerak suvga. Sababi endi bu suvga tushishga juda ham berganman. Shunaqa sovuq kunda hech kimdan tushgisi kelmaydi. Tak mana bu yerda hech nima yo'q. Normal endi esa mana buni ya'ni bu yerga bug'doylarni ekamiz va undan keyin hammasini merga olib borib topshirib kelamiz va undan keyin esa bo'laman bugun pechka yoqishim kerak. Sababi kun uyimni ichini ozgina isitishim kerak. Sababi uyimni ichi normal sovutib qoldi, shuning uchun isitib normal cho'tki qilishim kerak. Takingiz yaxshilab hammasini ekamiz. Hop, mana palakat ekilayapti. Hop, juda ham yaxshi. Endi esa ularning hammasini merga topshirib kelaman. Mer hardim uyda merni uy ko'rsatsam juda ham issiq, vafshi kirsam mazza qilasan. Shu yerda yashagim ham keladi. Mer bo'lgandan keyin shu uy shunaqa bo'lish kerak edi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Eng oxirgi seni olib kelding, bilasanmi? Endi nima qilay, ozgina shu sovuqda erindim-da. Erinsan ishdan bo'shatib yuboraman. Endigi paytda tushundingmi? Hop, xullas sandiqqa solib qo'yaymi? Solib qo'y. Mayli, xullas ko'ram, bugun menga ish o'rgan bittaman. Yo'q, bugun senga ish yo'q. Juda ham yaxshi. Sovuqdanga endi senga ish berib kelmayapti. Ozgina insof bor ekan-da sizda ham. Insof bor, lekin kalla yo'q. Ko'rinib turibdi. Hazillashim yana boshqa qishloqlarga ham mer menga kallasi yo'q, kallam yo'q deb aytdi deb yurma. Yo'q, albatta unaqa demayman. Mayli, unaqa bo'lsa endi bo'lma. Xullas, qishloqda bitta aylanib chiqmoqchiman. Qanaqa yangiliklar, qanaqa o'zgarishlar, balkim o'zgarishlar bor deb nima what the? Mana aytayotgandim, o'zgarishlar bor deb. Bu yana kim bo'ldi? Mashinami? Bilmadim, bola bu kim bo'ldi? Assalomu alaykum bratan. Va alaykum assalom brat, yaxshimisiz? Yaxshimiz qali. Yaxshi-da. Xo'p, bizani qishloqqa qaysi shamolchalar, qaysi qushchalar uchirib keldi? Hech qaysi qushchalar uchirib kelmadi. Xolos mana bu mashinalar bilan keldim. Men sizga unaqa ma'noda aytmayapman. Bizani qishloqqa nima uchun keldi deyapman. Shunaqa demaysizmi? Unaqa gaplarga unchalik ham kallam etmaydi, IQ darajam. Tushunarli. Lamborghinimi? Xuddi o'zi ikkita rangidan bittasi qizil, lekin lavami yo'q. Buni olib tashlang, o'rmonni yoqib olishingiz mumkin. Yo'q, qo'rqmang, hammasini nazorat ostida. Nazoratingizga ham xullas kelam. Xo'sh, qanaqa sabab? Xullas kelam qarang. Bilasiz, Lamborghini juda ham nimasi bo'ladi, qimmatbaho mashinalardan biri. Uy, palakat, uzr, iltimos, urmang meni, voy palakat. Shu ishlarni urishni juda ham yomon ko'raman. Aka, bo'li, aka, bo'li. Sekin, ichkariga kir. Akasiz. Va jinnimisiz? Aka, jinnimisiz? O'zing birinchi urding, bolakay, meni urishmaslik kerak edi. Bo'ldi, iltimos, boshqa urmang. Xo'p, hozir o'rniga borib olay. Palakat, bunchalik ham qattiq uradimi, lekin mushti qattiq ekan. Boringiz. Xo'p, qattiq yetdi endi bu. Palakat odam ekan boru. Qattiq yetdi endi. Bilmadim, bola hammaylar qani tashqariga bitta chiqib ko'raychi. Bilmadim, balkim ketgandir, hammaylar hozir ko'ramiz. Avamchi ketibdi. Qani, ekan. Biratan bunchalik qattiq urasizmi? Uzr, bilmay qoldim. Nima deyapsiz? Oyog'im tobirda ochib qoldi. Palakat. Mayli, xullas kelam, qo'sh. Xullas o'sha Lamborghiniga biz yangi xavfsizlik tizimi o'rnatdik. O'sha xavfsizlik tizimiga ko'ra bu lava va suvga chidamli bo'lishi kerak. Lekin bizlar uni sinashga qo'ryapmiz. Tushunarli. Demak, sinab beray, sinab bersangiz, mukofoti bor. 4 sak.
jiddiy yoshib gapirdingizmi hozirgina? Yo'q, buni sizlarga hozir tamom og'riyapti mana. Tushunarli. Mayli, unaqa bo'lsa sinab beraman, sinab berish kerak bo'lsa. Bratan, mujiksiz. Mayli, unaqa bo'lsa, hozirdan boshlasam bo'ladi-ya. Siz bo'ladi. Mayli, unaqa bo'lsa sekin bo'ladi, lekin to'g'risini aytsam o'zim hech qiziq ko'rmagan ekanman. Lamborghini nimasi bo'ladi, suvga va lavaga chidamli bo'lgan. Hozir sinab ko'ramiz. Bittasi qizil rangda va bittasi ko'k rangda. Hozir ko'ramiz bo'ladi. Bu lavaga chidamlimi? Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bu lavaga chidamlimi? Albatta o'shani kommentariyaga yozib qoldiringlar. Masalan, men juda ham ishonmayman, sababi bu oddiygina bitta mashina bo'lsa, qimmatliga mayli. U qimmatligi tezligi uchun, lekin bilmadim lekin bo'ladi. Mana bu yerda o'tiradimi yo'qmi? Mayli, hozir ko'ramizda bo'ladi, keyin sekin o'tiramiz va o'toladimi o'zi bu? Ovoz juda ham qattiq ekan. Va endi bola birinchisidan o'tishni sekin boshlaymiz, ya'ni lavadan ana sekin o'tamiz. Sekin men jonim ketdi, suvga qoch. Lekin mashinaga barayoq qilmadi. Mashina o'tdi. Birotan o'tdi, lekin men o'yladim. Hech nima qilmaydi, pulni oldingiz endi. Olishni ham oldim, lekin agar o'zgina lavada qolib ketganimda o'lardim. Birotan olib turadi erkakchiliklar. Lavada yonchiq erkakchilik deb birinchi marta sizdan eshityapman. Normal esa, lavadan bu mashina yura oldi. Demak, suvdan ham yura olsa kerak. Biz hamma nima so'radi, mashina teshiklarini yamab chiqamiz. Nima so'radi, suv o'tmasligi aniq. Lekin suv o'tsa ishlamay qolishi ham mumkin. Ya'ni bo'la akkumulyatorga agar suv teksa bilasizlar, tok suvga qarshi, suv esa tokka qarshi. Keyin esa bunga o'tiramiz. Buni eshikni nimaga ochmayapti? Mayli bo'ldi. Keyin esa buni ham sekin bo'ldi buni, lekin to'g'risini aytsam, buni vafshi ovozi cho'tki ekan. Keyin esa sekin buni ham o'tishga harakat qilamiz va to'g'risini aytsam, bola bu balo ham qilmadi. Qaranglar, hozir endi zadniga yana bir marta o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Endi sekin yana orqaga o'tamiz va bola to'g'risini aytsam, balo ham qilmadi. Bratan bola ham qilmadi. Ana mashinani ham shu yerga qo'yib qo'ying. Mayli, brat, qayta bir marta o'tib ko'rganim bo'lsin. Mayli, agarda yana bir marta jasurlikka o'tib bersangiz, kusha ko'k Lamborghinisiga padar qilib yuboraman sen. Seryozni? Bola bizga Lamborghini padar qilib yuborar ekan. Mayli, hozir yana bir marta jonimizni xavfga qo'yib o'tib ko'ramiz. Lekin o'lib ketmasak. Keyin esa sekin orqaga sekin suvga borish kerak. Keyin normali suv. Voy balagat. Oppa. Normali. Hammasi nazoratim ostida. Bola o'tdik. Bu degani bizda Lamborghini bor, juda ham yaxshi. Voy balagat. Yopila qolsangchi, palakat. Bo'ldi. Bratan, lekin qo'yil mashinasi gap yo'q, lekin meni ham jonim ketdi, lekin Minecraftdagi odatiy hol. Brat, to'g'ri aytasiz. Lekin mayli, esa bu ko'k Lamborghini sizga sovg'a, tabriklayman. Rahmat bratan. Lekin to'g'ridan vafshi gap yo'q Lamborghinisiga. Lekin bu ikkita dona bo'lgan bilan nima endi shuni nusxa qilib ishlab chiqarasizmi? Bundan juda ham ko'p ishlab chiqaramiz va kimyoviy narsalarni qo'llaymiz bu mashinani. Juda ham yaxshi, lekin to'g'risini aytsam, juda ham chiroyli mashina ekan. Mayli, endi esa bu mashinani olib ketsam bo'ladi, tabriklayman. Rahmat bratan. Endi esa bu bizali mashinaga. Bola juda ham yaxshi. Harakat o'te. Normal. Endi esa bu mashinani sekin orqaga haydaymiz. To'g'risini aytsam, lekin meni bo'yim yetmayapti bunga. Qaranglar, buni qaranglar. Endi esa buni bola ozgina funksiyalarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu albatta suvga va lavaga chidamlik. Ikkinchisi esa bo'ldi. Svetlari yonishini albatta kutgandim va mana bu auto degan funksiyasi bor ekan va favorotniklar ham bitta yo'q ko'ramiz. Bo'ldi, super, imba. Vahshiy gap yo'q, to'g'risini aytsam. Keyin esa sekin mana buni bitta qishloqdan aylanib ko'rmoqchiman bu mashina bilan. Bilmadim lekin bo'ladi. Bo'la svetlarni yonishiga qaranglar. Juda ham yaxshi. Endi svetlarni ochib qo'ylik, bizga kerak emas. Keyin esa sekin orqaga yuramiz. To'g'risida qiyshayib qoldi mashina. Voy palakat, mana buni buzib yubordim. Lekin mashinaga bir bola qimmat deyim bittaman. Mashinaga ham balo ham qilmaydi. Suvga lavaga chidagan mashina bu bitta dona kichkinagina tayoqchani stanibdi, to'g'rimi? Endi esa bunga o'tiramiz va qishloqni bitta haylanib ko'ramiz. Normal. Lekin bo'la Lamborghini mashinasi endi qishloqda bitta dona bo'ldi. Kerak bo'lsa bunaqa mashina yerda ham yo'q. Buni ovra desa bo'ladi. Endi esa sekin buni xullas uyimga olib boraman. Voy palakat o'tib yubordim. O'lmadi, juda ham yaxshi. Yashab qoldi bola faqir. Yashasin bola faqir, yashasin bola. Endi esa buni sekin garajga olib borib qo'yaman.
Tak endi mana bu tarafga yursam, yo'q, mana bu tarafdan chiqib ketsam bo'ladi. Endi qaranglar, endi o'zgina o'zimni professionallik mahoratini o'zlaga taqdim etib ko'rsataman bo'ladi. Endi sekin orqaga yuramiz, sekin-sekin, tak endi sekin burilamiz va voy sekin. Voy, brat, bo'ldi, to'xtang. Juda ham yaxshi. Endi esa sekin mana bu yerga nusxib ketsak bo'ldi va siqdik bo'ladi, juda ham yaxshi, cho'tki bo'ldi. Tak endi esa buni sekin garajimga parkovka qilib qo'ysam ham bo'ladi jigarlar. Tak endi sekin orqaga yuramiz va sekin bu mashina meni bir kun emas, bir kuni o'ldiradi-yu. Mana lekin juda ham tez yurar ekan bu, lekin bir tarafdan yaxshi. Endi esa buni mashinamni garajimga solib qo'yaman va endi esa menda eng qimmat mashinalardan bittasi bor desa ham bo'ladi. Ikkinchi nusxasi buni, yo'q, birinchi nusxasimi, ikkinchi nusxasimi bilmadim. Mayli buni necha. Birinchi yaratilganlardan biri desak ham bo'ladi. Endi sekin va normal, chotki bo'ladi. Gap yo'q. Imba. Turishga qaranglar, sizlar prosto bo'la. Lamborghini Stop'ni favoritlari yonib qopti. O'chirib qo'ylik, sababi akkumulyatordan juda ham ko'p to'p ketadi. Endi esa o'chiramiz. Favoritning auto degan funksiyani o'chiramiz va bo'ldi. Всё, normal emas. Endi esa bo'ldi, yopildi. Endi esa mana buni yopamiz eshigini va всё, bola mashinani yaxshilab o'rnatdik. To'g'ri aytsam, bu mashina juda ham yoqdi. Endi esa xullas ichkariga kirib, o'zingizlar sizlar uchun video olishim kerak. Bilasizlar, har doim o'zim video olaman. Voy, palagat, o'zi to'pni zo'rg'a to'layapman, shunaqa yo'q qo'yganman, qaranglar. Endi hamma narsani solib qo'yaman va всё, endi esa ichkarida xullas o'tirib, mazza qilib sizlar uchun video olaman deganlar. Sekin zapizni bosilsam ham bo'ladi endi.